qanday qilib YouTube'ga ssilkasini qo'yishni o'rgataman. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga kirib, like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qani biz ketdik. Buning uchun biz Telegramga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Va Telegramga kirganimizdan so'ng ulamoqchi bo'lgan kanalimizga kiramiz va bu yerdan profilning ustiga bosamiz. Bu yerdan ssilkasini kopirovat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Men kopirovat qilib olganman. Bu yerdan Telegramdan chiqib ketgan holda sizlarda qaysi brauzer bo'lsa, menda Chrome brauzeri bor. Sizlarda Google bo'lsa Google, Chrome bo'lsa Chromedan kirasizlar. Chromega kirgandan so'ng poiska YouTube Studio deb qidirasizlar. YouTube Studioga kirgandan so'ng bu yerda qalamchi turadi. O'shanga bosasizlar va bu yerda основное свидание degan joy bor. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Bu yerda sizlarda добавить ссылка deyiladi. O'shani ustiga bossanglar sizlar ham shunday chiqadi. Endi bu yerga men Telegram ssilkasini qo'yayotganligim uchun Telegram kanalim deb nom berishimiz kerak. Bu yerga hozirgi kopirovat qilgan ssilkamizni qo'yamiz. Mana qo'ydik. Endi bu yerdan опубликовать degan joyi bor. O'shani ustiga bir marta bosamiz. Mana bu ssilkamiz kanalimizga qo'yildi. Hozir buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. YouTube'ga kirib olamiz. Bu kanalimni yaqinda ochganman. Shuning uchun hali obunachisi kam. Hozir men o'zimning kanalimga o'tib olaman. Mana kanalimga o'tib olaman. Mana kanalimga kirdim. Mana Telegram kanalim. Shuni ustiga bir marta bossak, bu avtomatik bizni Telegramga olib kirib ketadi. Mana Telegramga bossak, kanalimga olib kiriladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang.